Assalomu alaykum qadrli obunachilar, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Mana biz yana bir navbatdagi ishimizni Axtachi teraktagiga yakuniga yetkazdik. 0.35 qalalik tunikadan foydalanganmiz. Buni 1 kvadratini 125 ming so'mdan hamma yo'g'i ichida qilib berganmiz. Oppoq fasonda qilib berdik. Bu joyimizni kvadratlarini aytib o'taman. 186 kvadratdan ziyodroq tunikafon ishlatganmiz. Barcha xarajati esa 23.250.000 so'mga shu obyektimizni yakuniga yetkazdik do'stlar. Sizlar ham tunikafon qildirmoqchi bo'lsangiz, bemalol bizning raqamlarimizga bog'laninglar. Biz albatta borib xonadoningizni kvadratlarini o'lchab, chiroyli narxlarda qilib beramiz. Biz vodiy bo'ylab 120 mingdan 140 ming so'mgacha ish faoliyatlarimizni olib bormoqdamiz. Mana bu joyga to'xtalib o'tamiz. Bu darvozaxonasiga ham juda ham go'zal holatda bo'lib chiqqan. Darvozaxonasiga esa matvilardan kombinatsiya qilib berganmiz shaxmatlarini ichiga. Hop, sizlarga videolarimiz qilinayotgan ishlarimiz ma'qul kelib yoqayotgan bo'lsa, bittadan like bosib obuna bo'lib qolsalaring, bizning qilib yurgan ishlarimizni doimgidek birinchilardan bo'lib ko'rasizlar. Albatta bizning ishimizda shaxmatlarimiz orasida sarg'ayishlar bo'lmaydi. Biz unaqa tepa kleylar ishlatmaymiz. Ishlatadigan kleylarimiz toza kleylardan ishlatamiz. Sizlar bilan uzoqlashmaymiz. Sizlar bilan ustaxanish yeri bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi obyektlarimizda ko'rishguncha xayr. Rahmat hammaga.